Judayam zo'r ajoyibga bormoqda. Yaxshi. O'zi judayam zo'r bo'lmoqda. Buni qaranglar, judayam zo'rligini qaranglar. Mana bu olmoslarni yaxshi. Olmoslarni olamiz. Yaxshi, judayam zo'r, ajoyib. Va va bu yana qanaqa bu? Tushunmadim, nimaga bu galtiryapti g'alati. Nima boyib ketdimi nima? Man shuni olsam boyib ketamanmi? Больше kerak emas. Больше kerak emas. Mayli. Qani bo'lmasa bitta tovlab ko'ray-chi, balkim judayam zo'r bo'lsa kerak, boyib ketsam kerak, milliarder bo'lib ketsam, a. Hech kim menga ishonmaydi, borib qanday qilib boyib ketganimni barcha so'raydi. Mayli. Ko'p gapirmasdan bundan ko'ra mana shuni o'zgarim yaxshi deb o'ylayman. Yaxshi. Davay. Qani. Tezroq buzil. Ova. Voy. Voy, man chuvam. Voy. Menga nima bo'ldi? Nima? Nima bo'yim kichkina bo'lib qoldi mani? Qanaqa bu sehr bu yoki qanaqa nima bo'ldimi? Bo'yim ham yetmayapti. Yordam, men bor kichkina bolaga aylanib qoldim. Chaqaloqqa aylanib qoldim, bo'lishi mumkin emas. Yo'q, mayli. Hozir birinchi o'rinda yordam so'rashim kerak. Kim menga yordam berar ekan? Yordam. Voy. Paparapapam. Judayam zo'r ajoyib kun bo'lmoqda-da. Okey. O'zi kompyuterlarimiz judayam zo'r ajoyib turibdi va barchaga salom, obunachilar. Mana sizning kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, tinchmisizlar? Mana so'rasizlar obunachilar, barchasi joyida va zo'r va ko'rib turganingizdek bu yerda hozir bitta narsalarni yangilashimiz kerak. Judayam eskirib ketdi. Keldimi yoki g'alati? Oy, kim bu? Kim taqillatdi? Men pastiga qara, voy. Nima? Qo'rqib ketibman u bola. Sen nimaga bu ota-onang qayerda? Nimaga meni uyim taqillat-debsan? Ota-onang aqlni o'ziga bo'lsa, men qishloqiman. Qo'shning mani. Nima? Qo'shnimning bolasimisan? Juda ham g'alati. Qo'shnim bolasini men bunday chiqarib yubordim bolasini. Hozir qo'shnim hozir chaqiradi. O'zi qani ota-onang? Aqlni ozib qo'yapsan, men o'sha qo'shningman desam, qo'shningni bolasi deysan. Voy, nimaga bunaqa yomon gapiryapsan? Kimni o'rganding hozir men senga? Hozir sotib turdi. Qo'shni, bu yoqqa chiqdi. Men bu bolang kiyib olib boshimni o'rtyapti. Men o'sha qo'shniman. Kimni bolasi? Qo'shningni bolasi yo'q-ku. Bu bo'lsa kerak, otib turchi, qo'shni. Qo'shni qayerga ketdi ekan? O'sha man aqlni ozib qo'yapsan, men senga boydan beri tushuntirishga harakat qilyapman. O'sha qo'shningni bolasi man. Yo'q, odamlar shunday bo'ladimi? Men hozir so'rayapman hozir. Bu hozir shunda qo'shnimsan, to'g'rimi? Короче, bitta nima edi, bilmadim. O'zing nima deyotganingni bilmayapsan, tushunyapsanmi? Shunchalik ham kichkina bolaligingni ham bilmayapsan. Qisqasi mana bu shaxtaga bitta qanaqadir yonadigan o'sha o'shani o'zgardim, mana shunga aylanib qoldim. Nima deyilardi bilmadim. Sehr ekanmi, tushunmadim. Olmoslarning yoniga ko'rganmisan san ham? Adashmasam men ham ko'rgandim. Adashmasam sen yolg'on gapirmayapsan. Men bir tinch yuray deb mana shuni buzmagandim. Может, san to'g'rimi? Albatta, bu o'shani buzdim va mana shu kichkinaga aylanib qoldim, kichkina bolaga aylanib qoldim. Menga yordaming kerak. Iltimos. Okey, mayli bo'lmasa hozir qishloq qanday qilib yordam bersam bo'ladi? Qanday qilib yordam berish bilmayman-ku. Bilmadim, birorta tanishimda yo'q, men bir qishloqimni laboratoriyada ishlaydigan. Laboratoriyada ishlaydigan. To'xta. Menga juda ham zo'r fikr keldi. Menga fikr nima aytaman. Короче, yur, o'qishga qoldiga boramiz. Bilasanmi? Yana bitta iltimosim bor, agarda o'qimasang. Yana qanaqa iltimos ekan, a? Endi bilasan-ku, keyinroq. Mayli, yur. Voy, aylanib qoldimi bu kichkina bolaga? Nimaga kulyapsan, a? Men shunaqa kichkinaga aylanib olgan bo'lsam, men qariyam katta bo'laman. Qisqasi mana shu kichkina bolaga aylanib qoldi, shuni to'g'rilash ilojisi bormi? Albatta ilojisi bor, faqat buni ozginagina sabr qilib turishinglar kerak. Men qur'ongacha. Nima? Qur'ongacha qanday qilib sabr qilib turish mumkin? Sabr qilasan-da endi. Bo'lmasa ilojisi yo'q. Mayli, bo'lmasa sabr qilsam sabr qilibman-da. Bor vashi. Mayli. Bo'lmasa ko'p ko'rmasdan hozir ishlarimizni qilamiz. Nimaga buncha uradi bu hayron meni? Mayli. Mayli deyveradi, kapot. Bilmadim, mayli, yur bo'lmasa ketdik. Bo'pti, qishloqqa katta rahmat. Sen qur'a yarataver. Nima, borib
Вообще hammalari mani ustidan kulyapti. Bo'lishi mumkin emas. Yaxshi emas lekin bu. Mayli, yur, ko'p gapirasan. To'xtanglar. Shu mani kapotmi, sani bolangmi? Ha? Bu bolani Kalaskada olib yurish kerak, bilasanmi shuni? Kalaskada bilasanmi shuni? Ha? Yo'qmi? Nima kalaska? Men o'zim yura olaman. Men bunaqa oddiy yosh bola emasman. Kapot bu bolani tarbiyalasak bo'lmaydimi? Men bu kapot bolasi emasman, aqlni ozganmisizlar? Men oddiygina bolaman. Bor, kapot savari bor, asabimga tegyapsan-da, bu yerda gap uchun shuni qilyapsanmi? Yo'q, axir bu qishloqda qonuni-ku. Yosh bolalar bunday piyoda yurishi mumkin emas, yurishi. Qarab qonun bo'ladimi? Men hech. Nima buni ichishim kerak? Aqlni ozmaganmisan, sen o'zing ichishing kerak. Ko'rgan judayam zo'r. Qara. Hop, yo'q. Voy, judayam zo'r ekan. Voy, judayam zo'r ekan. Voy, nimaga shuncha paytgacha shuni ichmaganman-a? Вообще chotga ekan. Mayli. Ha, bo'lmasa yur. Ye. Uxlab qolibdi-ku. Voy, bo'lishi mumkin emas, obunachilar qaranglar uxlab qo'ygandim uni. Mayli, bo'lmasa uni sudrab uyimga olib kelib qo'yganim yaxshi deb o'ylayman. Yo, o'zini uyiga olib kelib qo'yamiz. Bunga hali uxlaydigan yer qilib qo'yishimiz kerak. Hali juda ham ko'p ishlarimiz bor ekan. Qaranglar uxlash. Mayli. Bo'ldi, mana endi ajoyib, chiroyli qilib qurdik deb o'ylayman. Men juda ham zo'r bo'ldi. Obunachilar, agarda zo'r bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va mana bu bolachaga вообще borib kuldirib mani gap bo'lishi mumkin emas, lekin bu bolaga mayli. Hozir bu bolacha uxlayapti. Hali ham uxlayapti. Bu bolachami, shu qo'shnim desammi ekan yoki ham bilmadim. Mayli. Ko'tarib olamiz buni. Ana endi mana bu yerga qo'yib qo'yamiz-da. Hozir obunachilar mana bu yerga qo'yib qo'yadi. Davay, hoppa. Ajoyib. Uxlashini qaranglar. Voy, unchalar yoqimtoy bo'ladi o'ylamagandim bor-ku. Uxlashini qaranglar-da. Okey, o'zi kecham bo'lib qolibdi. Mayli, bo'lmasa o'zi tayyor bo'lib qolibdimi-kan, anav qishloqni nima edi? Voy, yordam, ovqat yeyman, iltimos, ovqat qornim och. Ovqat yeysan? Bo'ldi, yig'lama, nimaga yig'layapsan? Hozir ovqat qayerdan topaman men senga? Sabr qilib tur. Ovqat yeyman, ovqat. Hozir sabr qilib tur. Hozir 5 minut sabr qilib tursan, hozir ovqat olib kelaman. Sabr qilib tur, iltimos. Nima bo'ladi, men bu damlamani olib kelay. Ovqat yeyman. Nimaga bunday tushunmaysiz gapni? Tushunmadim. Sizlar nima mayli, men ovqat olishim mumkin, men ovqat nima? To'xta. Ovqat. Nimaga bu ovqat yoqmayapti? To'xtab tur, hozir boru. Yo'q, obunachilar, qaranglar, bu qayerdan olaman men bu? Mayli sabzimi, men kartoshkadan olaylik, mayli shundan yeysa kerak. Yemasa bilmadim endi. Mana ovqatchalar, mana. Yeyishing mumkin. Yoqmadi menga. Yoqmadi bu. Ta'mi yomon ekan. Umuman yoqmadi. Qattiq ekan. Obunachilar, shunaqa aqlni ozib qolganmisan? Shuni yesang bo'lmaydimi? Menga yomon gapirma, hozir yig'layman. Mayli. O'zi yig'layapsan-ku. Hozir to'xtab tur, sabr qilib turmasang, damlamay olib kelaman. Ovqat, nimaga damlamay gapiryapsan? Ovqat. Gapga chiqmasagan, sabr qilib tursan, men senga ovqat beraman. Hozir ovqat yemasam, yig'layman bu qishloqqa ishdan. Olib keldingmi anavni? Qishloqqa hozir oldinga bormoqchi bo'lib o'tiruvdim. Ha, tayyor bo'ldi. Mana olishing mumkin, buni ishlatishing mumkin. Xo'p, mayli, hozir buni beramiz-da. Davay, qishloqqa davay, yechim uni. Nima bu yana? Ovqat yeyman, bu yoqmadi menga. Bu yana qanaqa damlama? Nima bu? Suyuqlik. Bu damlama o'zing xohlaganingda. Yo'q, damlama yoqtirmayman. Qishloqqa bu nimaga bunaqa miyasi bunaqa bo'lib ketyapti? Hozir to'xtab tur, mana men bu damlamani men bu sokita ichish bo'lmasa boshimni ortib achitording. Mana ichda. Davay, tezroq ichda. Nima bo'lganda nimaga bunaqa taxir achchiq bu? Yomon ko'rmasizlar, barchalarni yomon odam ekansizlar. Men bu o'ziga kelmayapti-ku bu. Nima berding bunga? Sabr qilib tur, hozir o'ziga keladi, vaqt kerak bo'ladi. Xo'p, qani. Bo'lish mumkin emas, nima bo'lyapti menga? O'zimga keldimi? Ajoyib, yaxshi bo'ldi o'zimga kelganim. Sizlarga katta rahmat. Mana qilib qoldim. Qanday qilib chiqaman endi? Buni tashqariga chiqarib damlamasini bermabsiz-da. Mayli, bo'lmasa buni buzishga to'g'ri keladi yoki bolangga kerak bo'ladimi? Buzib tashlaylik, mani bolam yo'q-ku, aqlni ozganmisan, kapot. Mayli, katta rahmat sizlarga lekin. Kapot, katta rahmat. Sen bo'lmaganingda bo'lgan mamshay bunaqa mana shu yerga qolib ketgan bo'lardim. Rahmat, katta rahmat dedilar-ku.
Shu sababdan rahmat so'rayman. Ya'ni rahmat aytaman. Xo'p, mayli. O'zi aslida bu rahmat menga emas, mana bu qishloqiga aytish kerak edi. Mayli. Mana bularni olaylik va chiq tezroq. Qanday qilib chiqasan endi? Men nima qilib chiqsam kerak, lekin katta rahmat. Oq qishloqqa hammalaringizga katta rahmat lekin. Senga ham rahmat lekin. Mayli, hech qisi yo'q. Lekin juda ham zo'r ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Ha, mayli, hozir endi buzish kerak buni chiqishing uchun, bilasanmi shuni? Juda ham yomon bo'ladi-da endi. Shuncha qurganim, lekin juda ham zo'r yoqimtoy eding bu boy kichkinalik payting. Tezroq bizda ko'p gapirmasdan, yoqimtoy qilasan bankiga olib. Ha, mayli. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Mana ko'rishinglar mumkin, mana bu qishloqni ya'ni bolaligidan katta holatiga qaytardik, короче, mayli bu. Tezroq bizda obunachilar bilan keyinroq xayrlashasan. Mayli, xayr, sog' salomat bo'linglar. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr.